Bugungi 24-noyabr sanasida tug'ilgan qadrli insonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz uchun ko'p duo qildim. Dedimki, na yuragingiz dardlansin va na ko'zlaringiz namlansin. Umid qilgan har go'zal narsalaringiz qarshingizda muhayyo bo'lsin va Robbim barcha orzularingizni ro'yobini bersin. Umringizni har bir kuni quvonch va barokatga to'lsin. Qalbingizga sokinlik, rizqingizga kenglik, qadamlaringizga esa baxt va barokat hamroh bo'lsin. Siz orzu qilgan barcha narsalardan ham go'zalini Allohim hadya qilsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.